Druziya o'sha trendga chiqqan gilamli ustida arabcha kalligrafiyasi bor bir nima dekor, home dekormi bir narsa dekor kalcha o'shani qilib ko'ramiz. Instagramda chiqarib qilmasam bo'lmasa kerak buni deb o'yladimda o'zimga ham yoqdi. Har xil gilamlar chiqarib oldim, Pinterestdan sketch chiqib, keyin uni chiqargandan keyin eng katta ish boshlanardi. Uni har xil to'g'irlab, chiroyli qilib, yeydigan, yemaydigan qilib qo'yib chiqish kerak ekan. Shuni o'ziga ancha vaqtim ketdi. Qo'yib ko'rdimki, oxiri bor edi, blobochasi chap yopishtirib tashladim. Keyin sizlarga yana bitta ideya. Buni samakli qog'ozga chiqarsanglar, menga o'shman naqlaylab o'tirmas ekansizlar. Endi men klaylab o'tirdim keyin, oddiy qog'ozga chiqargan edim. Xo'p dedim, bu etapidan ham o'tib oldi, amalladi. Endi buni o'rtasida nima yozuv bo'ladi? Hamma yoqda sabr degan. Sabr degan narsa meni xarakterimga to'g'ri kelmagani uchun sabrni qilmasligim aniq edi meni. Har xil yozuvlar ko'rdim, keyin tavakkal degan yozuv bor ekan. Xuddi meni stilim bu. Menga tavakkal juda ham to'g'ri keladi. Shu uchun tavakkal yozuvini tanladim va shuni qog'ozda chizib olib, keyin uni kesib chiqdim. Keyin yopishtirdim. Buni oson shap tashlaganday ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Lekin men buni o'chirguncha qalam izini o'sha ikkitasini yutib yubordim. Shu kalligrafiyadan kesilgan tayyorni kesishga ancha vaqt ketgani aytmay qo'ya qolay. Nihoyat allambalo bindamamiz bitta. Endi uni qaytib joyiga tiqib qo'yish uchun bilmadim. Ramka qabul qilgisi kelmadi. Algoritm nimagadir amallab uni tiqdim. Mana bizni kalligrafiyali gilamchalarimiz bitta. Qalay chiqibdi jo'ralar. Shuni ko'rish maslahat beraman. Sovg'aga qo'yishga ham zo'r dekor bo'lar ekan.